Xalq maza qilsinmi? Xalq maza qilsin. Bitta eshitaylik narxini. Bo'ldi. Shum to'ydik ama anaqa narxlardan. To'g'ri gapda. Oldi qochdi gaplar. Bitta xalq maza qilsin, tamom. O'tgan yil ham mashta esingizda bo'lsa 280 tami 300 ta qo'zingizni syomka qilganmiz. Xuddi ana shu yo'lda bo'yida syomka qilganman. Aniq. O'sha qo'yiz 1 kunmi, 2 kunda tugaygan, qo'lda bering. O'shunaqa portlasin, obunachilar mazaqsin, bitta gapiraman aka. Bunaqa narxga qo'zi yo'q aka. O'sha aytgan narxingizni 200 ming yana minus qilasiz, o'shunda maza qiladi. Ketdimi? Birodarlar, mana endi ikkinchi partiya qo'zilarimizni chiqardik. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda foydalanuvchilar va Yakkatta Uskanal nashaddiy obunachilar. Mana bugun 18-may hafta kuniga yakshanba. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridamiz. Elbek O'ptamchini akalar uyiga qo'ylari to'lib, mana chekidan ham syomkalar qilyapmiz akalar. Har qanaqangi qo'zilardan bor, qo'chqorlardan bor. Akalar qurbonlikka deysizlarmi? Asha kichkina qo'zilardan boshlab 150 kilogacha mana qo'zi qo'chqorlari turidan bor. Общий soni bir bormi bir 500 ta? Bor aka, bor. Общий soni bir 500 ta bor akalar. Qanaqa qo'y deysiz, kelishaveradi, bor. Haqiqiy toza nomer 1 qo'zilardan olamiz deganlar, akalar mana xudo xolasa cho'ponni narxida qilib beriladi bugun. Xalqimiz bugun bir maza qilsin, narxlariga. Xalq maza qilsin aka bugun. Elbek, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sonlaringiz yaxshimi? Yaxshimi aka? Qo'zilarni qaranglar. Dana ayiq polvonidan olamiz deganlarga sutga to'ygan, gumbillagan variantlaridan mana. Bu aka bo'yindan, dumbadan qo'zilar aka yoshiga to'lib aka. To'lovlari boshlanibdi. Qo'zilar aka tonini ko'rsating aka. Kichkina deymang bizni ko'taraveramiz sizni degan joyda. Shuni 40 simjun deyishyapti yoki haqiqiy simjun aka mana shu bo'ladi. Eng kichkina qarang, qarang. Ana. Mana aka. Simjunni qarang. Jingalak qo'zi bor aka. Hammasi aka 40 qo'zi. Kashdan hammasi bir tekisda akalar. Bu birinchi partiyamizda soni nechta? Birinchi partiyamizda aka soni, xo'p. Bitta 70 ta aka soni. Qo'chqormi hammasi? Yo so'lig'i ham bormi? Yo'q, hammasi qo'chqor aka buni. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor aka. Gap yo'q, jonivorlar. Ikkinchi partiyamizga aka, ikkinchi partiyamizga buni bo'lishi mumkin ichida. Buni ajratganmizda ana hozir so'lig'imi? Urg'och ekan. Ha, hozirgi ushagani. Ha, bitta yarim qo'shilib qolgan bo'lishi mumkin. Qambarali ko'rdingizmi? 99% qo'chqor aka. Ana, men ko'rsatganda ushadi mana. Sizdan qo'y taniysiz Gapir aka. Gap yo'q lekin. Mana shu urg'och ekan lekin bu. Ikki o'g'il farligini qarang. Gap yo'q lekin. Bular xotirjam kuzga qo'chqorni danayini qo'shasizlar akalar, zo'r narsalar tushadi inshaalloh. Hali qo'y qilib ko'paytiraman deganga. Ha, addenni ko'rsataylik mana shu ikkovini. Jonivorlar, yurishlar. Necha oylik bular, Elbek? Bular aka oldi 5 oylik bo'ldi aka. Oldi 5 oylik. Haqiqiy 5 oylik aka. Yoshini kattasi pul baland bo'ladi demaylik. Ha. Haqiqiy 5 oylik, eng pasti ham 4 oylik qo'zi aka. Gap yo'q lekin. Ancha-muncha haliga 4 oylik, 5 oylik qo'zini bemalol ko'tiga tepib Mana deydigan. oldilaridan olib bering, qo'zini ko'rsating aka. Mashalloh. Yedi ishtilari yaxshi. Yeb ichishi zo'r aka. O'zi obunachilar ham aka o'zi biladi aka. Katta qo'ydi ham aka, mayda qo'zini ham aka zo'rini olib kelamiz. Xudo xolasa. Sonini ko'p olib kelmasa ham. Ana, dumbani qaranglar akalar, qo'ylarni. Tulayapti, qarang. Bo'ynidan dumbadan tulayapti. Mana shunaqa sharoitlar bo'lsa, boqqan Elbek. Ha, aka, bu qarang, bo'ladi. 20 ta, 30 ta qilib, har kim endi imkoniyati har xil. Misol uchun kimdir 2 ta boqadi, kimdir 8 ta. Farqi yo'q. Bitta olganga ham, 10 ta olganga ham, hammasini olganga ham qo'ylar sotiladi lekin. Haqiqiy toza hisorilardan. Bo'lganda, hozir metr uyda qolib ketibdi aka, bo'lmasa bo'yini ham o'lchab ko'rsatardi aka. Bu 75 plyus o'tirib ushalgan yo'qda aka, mana tikka turib ushalyapti. Qo'zini ham kattaligini ko'rishsan, yani. Ko'tarilsa ham biladi ko'targanini. Ana jonivorlar. Xo'p, 70 taga bitta ikkita urg'ochisi bor ichida. Ikkita urg'ochisi chiqadi aka. Xo'p, aka bitta 70 ta soni. Keyingi partiyamizda aka sariqlari bor mashina aka. Xuddi mana shular sariqlaridan bor. Ularni nech puldan deymiz endi Optimga Elbek? Kelishtirib, chiroyli qilib ayting narxini. Bugun qo'zini narxini ancha tushiramiz aka. Narxini yengil qo'yamiz aka. O'sha Optim oladiganlar telefon qilaveradi aka. Bunaqa qo'zini aka internetda ko'ryapmiz aka. Misol 3 million ham qo'yyapti aka, 29 ham qo'yyapti, 28 ham qo'yyapti aka. Bizniki 29, 3, 28 ham emas aka. 28 dan kami bor aka. Hammasini olsa, telefon qilsa kelishiladi aka. Nech pul qilib berasiz? Endi bidanga bo'ladiganini ayting. Bo'ladiganini aytaymi aka? Hammasini bitta joyga olsa aka, 2 million 700 dan aka. Hali nima bo'ldi aka? Alloh rozi bo'lsin. 27 dan, lekin 27 dan bunaqa qo'zi chiqarishgan yo'q. To'g'ri, ha. 27 dan aka, qara bunaqa qo'zi chiqarishyapti aka, mana misol uchun-da. 27 dan ko'proq 27, 26 bunaqa qo'zi chiqarishyapti. Mana aka, mana shunaqalarni olsa aka. Mana shunaqalarni olsa 24 dan ham chiqarib beraman aka. Gap, nechta chiqarib berasiz? Mana shuni ichidan nechta chiqarib berasiz? 2, 4 dan. Boring aka, 10 ta chiqarib beraman.
Mana Endi qarab turing. ha, 2 million 700 dan aka ha, 10 ta chiqarib yuborib aka 60 tasini olsa aka. o'sha narxda. O'sha narxda aka. Bitta gap aytaymi Elbek? Keldida. Bu yaylovlar ko'rib, o'sha kayfiyat qo'ydi ham ko'rib, vaqti maza qilyapti, to'g'ri aka, gapda. to'g'risi aka. Vo qarang. Aka cho'pon ancha-muncha pulga bermaydi bunaqalarini aka. O'zini qarang. Optim narxi zo'rlar. Mana aka. Men qarang. Ko'rsating mana ajraganimda. Ajragan o'zini, shu o'ni. Tikligini ko'rsating aka qo'zini. Gap yo'q lekin. Elbek bitta gapda, Va yuraversin. baqa haydanglar-da. Men qarang. Xalqimiz maza qilsin. Xalq maza qilsinmi? Xalq maza qilsin. Bitta eshitaylik narxini. Bo'ldi. Voshim to'ydik ama anaqa narxlardan. To'g'ri gapda. Oldi qochdi gaplar. Bitta xalq maza qilsin, tamom. O'tgan yil ham mashta esingizda bo'lsa 280 tami 300 ta qo'zingizni syomka qilganmiz. Xuddi ana shu yo'lda bo'yida syomka qilganman. Aniq. O'sha qo'yingiz 1 kunmi, 2 kunda tugaygan, qo'lda bering. O'shanaqa Xalq maza portlasin. qilsin, obunachilar maza qilsin, bitta gapiraman aka. Bunaqa narxga qo'zi yo'q aka. O'sha aytgan narxingizni 200 ming yana minus qilasiz, o'shunda maza qiladi. Ketdimi? Ketdi. Bo'ldi ya. 2 million 700 dan emas qarab turing. Ha, Hammasini olsa aka, ha. mana qarab turing. 26 ham emas aka, 2,5 dan sotdim aka. Bor baraka. Barakasini bersin degan joyiga akalar, option 2,5 milliondan hammasini olsin aka mana. yig'ladim degan narx bo'ldi Arzon lekin. qo'ychiqsani olaman degan 4 ta 5 talab oladigan obunachilar mana telefon qilaversin. Endi qarang, kelishaylik endi bu yog'ini ham. Mana qarang aka, men qo'zilarni. Misol chekkasidan bir 8 ta 10 ta olaman deydigani ham o'sha optim narxda olib ketaverdim. Tayoq tashlab haydasa, Shuni tayoq tashlab haydasa ketaveradi aka. ketdi ana. Ana akalar. Eng kami 10 ta oladigan 2,5 dan shuni haydab turib olaversin aka. Aha. Lekin ichiga kattasi ham o'tyapti. O'zi buni maydasi kam aka mana. Ha. Bir tekisda-ding. Mana shu ham optim narxda ketaveradi akalar. endi mana qarab turing, qo'lingizni bering. Ha. 10 ta shunchadan chiqarib bersa aka mana 5 ta ham past ketmaydi aka. Ha. 2 million 300 mingdan shuni chiqarib beraman aka 10 ta. Bor baraka top degan joyiga. Yashang. Otangizga rahmat. Ajoyib narxlar bo'lyapti akalar. Qo'zilarni endi oladigan payti ketdi-yu. 26 ham chiqarganingiz yo'q bu qo'zini, to'g'rimi misol uchun? Ha. 2 million. Haqiqiy bor-ku, ey. 27-28. Qo'zi oladigan payt kelibdi, bor-ku. Ya qo'zi oladigan. Otangizga hamma rahmat. ham emas aka bunaqa aka. Yashang. Ishqibozlar aloqaga chiqaversin. Ko'ring aka, bunda qo'zi 32 33 chiqarishadi aka mana qo'zini, bor-ku. 32. Shular ham ketaveradi ichida. Optimdan. Ketaveradi aka, optim Agar ichida aka. 8 ta 10 ta olaman desa, shuni chekkasidan haydasa, bitta ikkita o'shana kattasi ketsa, Ketaveradi. ketdi Endi mana. misol aka mana qo'zilar 32 33 chiqarishyapti aka. Yo'q, 32 33 demaymiz telefonimizda aka. Tanlab olamiz ichidan 20 ta yo 10 ta deysa, aka unaqa katta razlika qilmaydi. Nechta Nima pul? qilishaversin kelishiladi aka. Kelishtirib berasiz. Kelishiladi aka. Akalar endi ikkinchi partiyamizga sariq o'yinlarni olib chiqamiz endi. Mana Sahnani ham olmay Mana qarang. olibsiz. O, qaranglar, yam-yashil o'tlar buni orasiga ko'rsating-da. qilyapsiz. Mana ko'rsataylik. Mana 2 million 300 dan mana shunaqalari ketaveradi. Kichkintoylaridan. Mana mana shunaqalari aka mana. Kichkintoyi ham to'rovli plus minus Mana akalar. shunaqalari ham aka eng kami 2,5 26 chiqyapti aka. Bozorda ham, internetda ham aka. Yashang. Bu yangiroq kelib qoldi aka, mana yengil xalq maza qilsin. Narxlari ham haqiqiy yorvorishim bo'ldi. Akalar, endi sizlarni ko'p kuttirmaymiz. Ikkinchi partiyalarimizni olib chiqamiz. Birodarlar, mana endi ikkinchi partiya qo'zilarimizni chiqardik. Yemoq-chimoqlari bularniki ham udar akalar. Soni nechta buni, Elbek? 17 ta aka buni soni. 17 ta. 17 ta. Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor aka buni ham. Ana, sifatni qaranglar. Sariq ishqibozlariga mana sariq go'zallaridan. Noyoblaridan bu qarang. Rangi sariq bo'lib. Oldin to'sib oling. Rangi sariq bo'lib, besifat sariq bas. Ha, quloqlari ham vobshe go'zal kelishgan qo'ylar ekan. Yana bitta narsani aytmayapmiz. Qo'ylar, quloq butun hammasi aka. Birinchi partiyani ham, ikkinchi Birinchi partiyani. partiyani ham, ikkinchi partiyani ham. Ichida bitta yarim eni bor-ku, Ha, lekin 98% hammasiniki butun aka. gap yo'q lekin mana sifatlarini Qo'zlar qaranglar ko'rsating akalar. hammasini. Bu katta kichik qo'zi emas, bu sariqlari ham aka. Necha oylik bular? Bular ham shu sredniy aka 4 oy 4,5 oylik qo'zi aka. 4-4,5 oylik. 4 oy 4,5. Toza hisorlardan. Toza hisorlar aka, mana svetini qarang. Ash kichkintoy, o'sha. Bu qarang. Ha, qarang. Bu quloq, kallani qarang. O'shanda shar aka. Kallasini ko'rsating yonidan. Mana akalar. Munchoq u. Svetini o'zi qo'ydi, bor. tanigan odam bittada tushib oladi aka. Qo'ydi, sug'urtini aka. Misol qarang, narigisi ham qarang. Vobshe g'oz va qo'ylar. O'zini o'zi Gap yo'q. maqtayapti aka bular. Yuruvi bilan 17 ta hammasi qo'chqor 17 ta akalar. hammasi qo'chqor aka, mana qarang. Endi sariqda Mana qarang, kalla. ishqivozi bo'lacha bo'ladi. Mana sifatni qaranglar akalar. Hammasi bir tekisda sog'lom, eng qizig'i sinaqda qo'ylar akalar. Bularda endi optimga 17 tani bir joyga bahosi Elbek. Bu ham bitta baxtli obunachisiga ketadi. Narxini Xudo arzon qilib xolasa. beraman. Kelishtirib ayting narxini. Lekin hamma yoqda ko'ryapmiz aka, buni sariqlarini
ajratib turib, misol hamma aka sariq ekanda, bu sariqqa talab ko'p-da. Ha, Pulini baland qo'yadi. To'g'risi-da. shunaqa. Hozir 3 milliondan qo'ysam ham qo'yim arzaveradi. 3 milliondan. Ha, oladigan Qo'y olaveradi. ko'taraveradi 3 milliondan qo'ysam ham-da. Aha. Ana jonivorlar. Prosta Tepaga hozir chiqishdi. qoralarini 2,5 qo'yib, sariqlarini aka 27-28 desa bo'lmaydi aka. Qo'lingizni bitta gapiraman. Hammasini olsa oldim degan onamga 2,5 dan ketdi bular aka. Narigilar narxida ketaveradi. Raylar narxida ketdi aka. Alloh Lekin baraka telefon bersin. qilib dicha o'tib bering, uni bilan deyishmasin aka. Dastavkasini qilib beraman Toshkentgacha. 2,5 dan oldim desa jo'natib yuboraman aka. Hozir 27 dan 28 dan deb bersam ham bo'laveradi aka. 3 milliondan ham qo'porroq qilib aytganda. Bunaqa qo'zilarda aka 32-33 qo'yishyapti. Mana bunaqa qo'zilar aka. Misol O'zimizdan sotamizda 3 ta 4 ta ajratilsa, katta-kattasidan. Misol. Shunaqa narxga 5 tadan oshiq olsa qarang. 5 tadan oshiq tanlab olsa aka 20 dan tanlab olaversin. optim narxga 200 ming qo'shilar ekan. 200 ming qo'shib tanlab olaversin aka. Endi menga qarang, mana shuncha Lekin qo'y mana chiqardik. qo'zi bor-ku. Ha. Bu qo'zini o'zini olamiz 2,5 ga bersa bermayman. Bu svet vafshi go'zal ekanda. Egasi o'zi 3 millionga tashlab ketaverdi degan. Ha? Ha, ya'ni 3 millionga quloq o'zi qolaversin degan. Bir yildan keyingi qo'chqor qilaman degan. Qarang qo'zini. Urug'bob bo'lar ekanda, xudo xolasa. Hamma yo'g'i to'la to'kib qo'zi. Menga qarang, Elbek mana 2 partiya qo'y chiqardik. Endi mana shunchani misol bir O'zdan xolis ayting-da, bunaqa narxga aka, o'zdan chiqarib Ya, yuribdi. men Sidqidildan obunachilarga tavsiya qilaman. Akalar, narxlar vashshi shakallat bo'ldi. Bonuslar ham qo'yib berasizmi mana shu joyiga? O'zi ikki qo'ydi partiya qo'y narxidan o't chiqardik. berdi-yu, o'zi ancha o't berdi aka, qo'ydi. Bir narsa deng, yana bir bonus qilingchi. Qaytaring baqa, bobo. Bo'ldi aka, uni qoralari u naryoqda yuribdi, uni aka. Bu sariqlar aka. Hmm. Hammasini qo'shib turib olsa aka, Aha. hammasini optim qo'shib olsa aka, yana 2,5 milliondan pul berasiz aka. Hop, Bitta bas aka, ikkita bonus aka. 2 dona bonus. Ikkita bonus aka, 5 Alloh million rozi aka. bo'lsin. Yashang. 5 million yana bonusi bor. 5 Dastavkasi milliondan ichida akalar. Bunaqasi bo'lmagan. Narxlar haqiqiy shakalat bo'ldi. Olganga bitta bonus. 50 tasini olganga bitta bonus. 50 tasini olsa bitta bonus. Hammasini olsa ikkita bonus. Lekin bu qo'zi bor-ku. Ha. Mana shuning ichidan o'zing ikkita chiqarib ber desa aka, 24 dan chiqarib beraman. Bularning ichidan, ha? 2 dona chiqarib beraman. 2 dona kichkintoydan chiqarib beradi Bu o'zi akalar. kichkina katta emasda, prosta endi hali har xil odam borda, telefon qilib jicha o'tib bering, 2 dona sal olaman desa, mana shu ikki qo'zi bor mana. Mana ko'rib olasiz aka. Mana shu ikkovini 2 dan qo'yib yuboringchi. 2 million 400 dan aka mana shu ikkovi. Gap yo'q. 2 million 400 dan aka qatta bor bunaqa qo'zi. Bir oy 2 oyda men mavlardan o'tib ketadi, xudo xolasa. Yaxshi Ayni bir 5-10 kun kechroq tug'ilganda bu unga qarang. 5-10 kunlik, yarim oylik uzog'i bilan farqlari bor akalar. Ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, birodarlar. Narxlar juda ham chiroyli bo'ldi va bonuslari endi plus bo'ldi. Vashshi go'zal bo'ldi. Tavsiya qilib qolamiz akalar. Aka, obunachilaringiz xursand bo'lsin. Arzon oldim desin deb qo'yyapmiz aka. Ertaga yana kelsin deb. Ha, lekin yana bitta tomoni bor aka. Mashq o'zi bozorda bo'lsa aka, kami 27-28 pul bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Bozorda sotilsa. Nimaga har kuni bozorga ham chiqamiz-da aka. Bozorda sotyapmiz ham aka. Internetga chiqarib, yengil chiqarishdan maqsad aka. Buni optim, soni ko'p. Bir kunda tugasin deyapti xolos aka. O'shani hisobiga aka 1-200 mingdan arzonroq chiqaryapti. Endi bunaqa qo'ylarni ham misol kutayotgan obunachilarimiz ham ashincha. O'shaqa yaxshi chiqib qolsa olaman. Lekin bunaqa sariq qo'zi aytib o'tib ketaylik, 3 milliondan pastda chiqqani yo'q aka. 3 Shunaqa. milliondan pastda mana sariq qo'zi chiqqani yo'q. Gap yo'q. Mana aka, maza qilishsin 2,5 milliondan ketdi aka bitta joyga. Yashang.